Chapillamasdan ye. Ha, keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, oshxonada ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketmanda. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini yemsin. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasdan turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olaylik telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, idishlarni yuving, oilaviy shunday gaplashib olayotgandek hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni musorga tashlab yuboring. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dada pavi parashogimiz tugagandi. Ya. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketqizadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriozno gaplashib olaylik. Ennalaringda eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, toshlaring. Hey, kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplaringiz to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing bo'lmasam, biz hozir shu haqda gaplashamiz bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi.